Sifat va klassikani yaxshi ko'radiganlar, bu xonadon aynan siz uchun. Hammaga assalomu alaykum. O'zinglar xonadonimizni fasadiga bitta baho berib o'tasizlar. Inshaalloh havas qilib niyat qilganlarga eng kamida shunaqa xonadonlar nasib qilsin. Xonadonimizni yashil zonasiga o'zinglar bitta baho berib, ma'muriy shinnilarga отдельно baho bersanglar bo'ladi. O'zini barbekyu zonasi mavjud. Videoni o'tkazib olmaysanglar, inshaalloh xonadonimizni ichkarisida har bitta xonasi o'zini istoriyasi mavjud. 10 minutlik video bo'ladi deb o'ylayman. Inshaalloh videoni o'tkazib yubormaysanglar, ketqizgan vaqtinglarga rozi bo'lib maza qilasizlar. Endi bo'lsa, ichkariga marhamat. Ichkarisidan tanishtirib chiqamiz. Bismillah. Mashalloh. Mana kiraverishdagi holni kutib olishini qarang. Odam maza qilib yuboradi. Tak, keling, kiraverishdagi hol mana bu xonadan boshlaymiz. O'zingizlarga lishniy kabinet. Xonadonimiz juda ham fayzli ekan. Inshaalloh hozir bu xonadonimizda bitta xonasi bor. Har bitta musulmon insonga xonadonida shunaqa bitta отдельно xonasi bo'lish nasib qilsin. Mehmonlarni kutib oladigan zal qismimiz. Uyaltirmaydigan zal ekan. Agar xonadoningiz yoqsa, paka yurakchani qizartirib, kommentariyada izoh qoldirishni esingizdan chiqarmanglar. Общий санузел. Ota-onalar uchun bitta spalni, o'zini sanuzeli bilan. Tak, sanuzelni ham ko'rsatib o'tay. Opa. Videoni o'tkazmay turing. Hozir sizlarni juda ham chiroyli manzaralar kutib o'tiribdi. To'g'risi o'zim bu xonadonni yaxshi ko'rib qoldim. Hamma sharoitlar mavjud. Xullas, birinchi o'chiratda keling. Qani. Sport zaliga borish hojati ham yo'q deb o'ylayman. Sport zal, kinoteatr. Xullas, bu xonadonimiz sizlarni yuragingizga kiradi deb o'ylayman. Inshaalloh yoqsa kerak. Agar xonadonimiz yoqsa, shuna xonadon qidirib yurgan yaqinlarga jo'natib qo'yishni esingizdan chiqarmanglar. Bu garderob. Lekin har bitta detalini juda ham zo'r o'ylashgan ekan. Planirovkasi o'zimga juda ham yoqdi. Bu xona bo'lsa, havas qilib niyat qilishga arziydigan xona. Qani, yoqdimi? Keling endi ikkinchi etajdan sizlarga ko'rsatib chiqaman. Общий 8 ta xonadan iborat Hasanboyda joylashgan 6 sotu. Ichkarisi istoriya. Haqiqiy klassikani yaxshi ko'radigan insonlar uchun. Endi bilmadim, sizlar nima deb o'ylaysizlar? Bu xonadonimiz o'zini narxiga arziydi deb o'ylayman. Narxi opisaniyada bo'ladi. Pulni ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastda nomer qoldiraman. Pulni ma'lumot opisaniyada bo'ladi. Yana ham ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastda qoldirilgan nomerlarga bemalol telefon qilib ko'rishingiz mumkin. Lyustrani qarang. Ikkinchi etajdagi hol. Tak. O'zim chalkashib ketdim. Xonalar ko'p ekan. Qarang planirovkasini. Yana bitta o'g'il bolalar uchun yoki yosh kelin kuyovlar uchun. Tak, dальше. Yoki bo'lmasa o'g'il bola, qiz bolalar uchun, jajji kinderlar uchun отдельно xona qilsangiz ham bo'ladi. Tak, bu xonamiz sanuzel ekan, xona emas ekan, uzr. Holga qarang, chiroyligini. Videoni yaqinlarga jo'natib qo'yishni esingizdan chiqarmanglar. Agar xonadoningiz yoqqan bo'lsa, yana bitta detskiy xona. Xullas, bitta oila maza qilib yashaydigan xonadon ekan. Yana bitta spalnya родительский, master spalnya, o'zini garderob sanuzeli bilan. Garderob sanuzeli ham ko'rsatib o'tay. Hozir oxirgi xonamizni ko'rsatamiz, keyin videoni tugatamiz. Jajji kinderlar uchun yana bitta xona. Inshaalloh xonadonimiz yoqdi deb o'ylayman. Ketqizgan vaqtingizga rozi bo'ling.
ko'chada yana bitta korpus mavjud. Hozir sizlarga naложение qilib ko'rsataman. O'zini relaks zonasi, kuxnyasi и yoshi katta kishilar uchun yana bitta отдельно xona qilib qo'yishgan. Haqiqiy o'zbekona xonadon ekan. Hammaga nasib qilsin inshaalloh. Hammaga rahmat.